$1000 ga tushgan kecha. Muallif Alisher Nazar. Aka, men hech kimni zo'rlaganim yo'q. Latofatning o'zi rozi bo'ldi. Qolaversa, qiz bola emas, dedim arang. Menga qara, sen shu kecha shu qiz bilan bo'ldingmi? Bo'lding. Shuning o'zi menga yetarli. Qonunla zo'rlashning bahosi qancha ekanligini bilasanmi? Men shu soniyalarda qonundan emas, tanish-bilishlarning, ota-onamning eng yomoni Feruzaning bu ishlardan xabardor bo'lib qolishidan qo'rqayotgan edim. Axir bu qilmishim ovoza bo'lib ketsa, yaqinlarimning oldida nima degan odam bo'laman? Feruza, u meni jonidan ortiq ko'rardi. Biz ahd va paymon qilganmiz. Bu orzu umidvor nima bo'ladi endi, dahshat. Men Barzangining gaplariga rozi bo'ldim. Chunki shu soniyalarda uning turku tarovatini ko'rishga ortiqcha toqatim qolmagan edi. U ketdi. Biz Latofat bilan yolg'iz qoldik. Yomon ekansiz-ku, yigitcha. Kechasi qiynab tashladingiz, dedi u nozlanib. Jonim, siz anavi odamning gaplaridan xafa bo'lmang. U mening amakim bo'ladilar. Kecha uyingizdan chiqib ketayotib, amakimni ko'rib qoldim. U kishi mening ahvolimni ko'rdi-yu, nima gapligini bilib qoldilar. Xo'sh, endi o'zingiz ayting. Men nima qilishim kerak edi? Axir mening qolgan hayotim barbod bo'lishi mumkin-ku. Qiz bolaning eng katta boyligi uning iffati emasmi? Siz mening 29 yil asragan boyligimni 2 rюмка aroqqa sotib oldingiz. Endi meni ham o'ylang-da. Undan nafratlanib ketdim. Ko'cha ko'zlarimga ko'hlikkina bo'lib ko'ringan juvon Latofat bugun dunyodagi eng jirkanch maxluq bo'lib ko'rindi. Menga qarang. Rostingizni ayting. Mendan nima istaysiz? Iltijo qilaman, siz mening hayotimni barbod qilmang. Axir men sizga qanday qilib uylanaman? Siz nega o'zingizni bogira qiz qilib ko'rsatyapsiz? Nima meni shunchalik gul deb o'ylayapsizmi? Qolaversa, Latofat, siz mendan 5 yosh kattasiz. Axir mening sevganim bor, orzu umidlarim bor. Siz o'zingiz o'ylang. Qanday qilib shu yo'l bilan menga xotin bo'lib baxtli bo'lasiz? Meni tinch qo'ying, iltimos. Unga yig'lagudek bo'lib yolvordim. Menga hech narsa kerak emas. Latofatning jahli chiqib ketdi. Madomiki menga uylanmas ekansan, sudga beraman. Universitetingdan haydataman. Bilib qo'y. Qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Ha, u haq edi. Qo'limdan hech narsa kelmasdi. Men ilojsiz qolgan edim. Latofat, mundoangiz nima? Pul bo'lsa ayting. So'rang. Imkon qadar topib beraman. Qarshimdagi iblisning chehrasi yorishganday bo'ldi. $2000 berasiz. Dardu dunyoyim qorong'u bo'lib ketdi. Axir shuncha pulni qayerdan topib beraman? Uydagilarga nima deyman? Men unga buncha pulni topib bera olmasligimni aytdim. Menga qarang, dedi u istehzoli kulib. Buni kechasi o'ylash kerak edi. Mayli, senga rahmim keldi. Roppa-rosa bir haftadan keyin xuddi shu uyda uchrashamiz. $1000 berasan. Ungacha shu uyda yashab turaman. Alloh ulug' kitobi Qur'oni Karimda men sizlarning bu dunyodagi barcha yaxshiliklaringizni ham, yomonliklaringizni ham mukofotsiz qoldirmayman, deydi. Naqadar rost. Alloh menga qilgan ishlarim uchun mukofot berayotgan edi. Men har qanday jazoga tayyor edim. Lekin mening bu qilmishlarimdan ota-onam jabr tortayotgandi.
Uydagilarga yolg'on gapirdim. Bir tanishim uyini arzonga sotadigan bo'lib qoldi. 2 xonali uy, bor yo'g'i $1000 dedim. Otam 2 ta sigirni chiqarib sotdi. Akam uyimga yordam deb bola chaqasining rizqidan qiyib 300 ming so'm berdi. Onajonim singlimning to'yiga deb asrab qo'ygan boyliklarining chiqarib berdi. Hammasini hisob-kitob qildik. $1000 yana 100 ming so'm yetmay qoldi. Otam bu pulni qarindoshlardan qarzga olib keldi. Bilasizmi, pullarni sanab olar ekanman. O'sha paytdagi azobdan ko'ra o'qishdan haydalib, qamalib ketganim yaxshi edi. Men otamni, onamni, jigarlarimni ochiqdan ochiq aldayotgan edim. O'ylardim, ey Xudo, bularning gunohi nima? Nega ularning topgan haromga buyurdi? Bunday iztiroblarning chek-chegarasi yo'q edi. Darhaqiqat, uyimni ship-shiydon qilib $1000 yig'dim-da, aytilgan kuni ijara xonamga keldim. Xonada Latofat barzangi amakisi bilan shirakayf bo'lib o'tirardi. Xo'sh, xo'rozcha, aytilgan pulni olib keldingmi? Ularning iflos basharasiga qaramay, paketdagi pulni uzatdim-da, tashqariga chiqib ketdim. Shu bilan hammasi tugadi. Bor yo'g'i 2 soatlik qilmishim uchun shuncha tovon to'ladim. Mayli, hammasiga roziman. Lekin bir narsa alam qilardi. Ota-onamni aldadim. Ularning sof halol peshona teri bilan topganlarini nafsimning 2 soatlik oromi uchun sarflab yubordim. Alloh oldida gunohkor bo'ldim. Muhabbatdek ulug' tuyg'uni toptadim. Feruzaga xiyonat qildim. Eng yomoni, erta-indin yaqinlarimdan biri sotib olgan uyim qani deb kelib qolsalar, nima deb javob beraman? Dahshat. Mana bobo quyosh ham yotog'iga yo'l oldi. Kimsasiz yo'lak aro qilich sinib, qalqoni teshilgan askardek ketib borayapman. Men bu dunyoga mehmon bo'lib kelganimga 24 yil bo'ldi. 24 yilda hayot haqida bitta xulosaga keldim. Asli bu dunyoning o'zi ham latofatga o'xshar ekan. Bu yolg'onchi Davrudun ana shu latofatlarniki ekan. To'g'ri. Bo'lib o'tgan bu voqeada o'zimni oqlamoqchi emasman. Albatta, iymonsizligim tufayli shu ishni ixtiyor qildim. Lekin bilasizmi, mana shu latofatga o'xshaganlarning anaviyonidagi barzangi amaklarning doim qilichi yog'ning ustida bo'larkan. Kim bilsin, balki ulug' me'mor bandalarini sinash uchun ham shunga o'xshagan nusxalarni atayin bino qilib qo'ygandir.